Assalomu alaykum oxunjanuz kanalining hurmatli obunachilari, chorva ishqibozlari. Obunachilarimiz ko'p so'rashyapti. Bizga buqalardan ham ko'rsating, hunojillar ko'rsatavermay degan akalarga mana pachka zo'ridan. Qoni ham toza, zoti ham toza polvonlardan. Akalar buni narxini eshitish uchun videoni chalg'imasdan oxirigacha tomosha qilib, bittadan like-ni urib qo'ysalaring, narx-navo ma'lumotlarni chiroylab olib berishga harakat qilaman. Biz yana Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Abdug'oppor akamizning xonadonlaridamiz. Soni ham ozu, lekin puli ham soz bo'ladi, aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Obunachilar charchamang. Sog'lig'ingiz yaxshimi? 8 donada xolasa. Aha. Ozgina qizbuzagimiz bor. Hop. Haligi mesli pesisi yo'q ama. Qirg'iz 8 o garantiya. Xudo xolasa ichida bitta mesisi bo'lsa hammasi bekerga. Olib borib tengishtirib, hisobini qilib uradi. Xudo xolasa bundaqa tarafiga javob. O'tgan safar chiqardimi qirg'iz bo'lsa 10 ta. Aha, 10 ta. Uni bir parchaga qilib baliqchiga sotdim uni. Baliqchiga ketdi, aka. Baliqchiga bir kishiga berdim uni. Bu safar ham xohlasa narxi yo'lida bo'lib, Yo'q, buni ham xohlasa chirayllab chiqaramiz. O'zi ozgina bo'lyapti bu, to'g'risiga. Bu ozgina bo'lyapti, ko'p bo'lgan yo'q. Buni xudo xolasa bir kishi bu ham. Buni ham bir kishiga sotamiz degan niyat bor, xudo xolasa. Lekin bitta olaman degan odam obunachi ham telefon qilaversin, sotamiz. Xudo xolasa. akalar telefon qilaverasizlar. Bu Yerda yerda xudo xolasa ishi bitib, haligi qilamiz, xudo xolasa. yil 12 oy to'g'risi buqalar uzilmaydi. Akalar zotini eshitganlaringdek Qirg'iziston paroda buqasi, qoni ham, zoti ham toza. O'zi polvonlarga e'tibor bersalaring, o'zi sotib turadi zoti. Bularda mol boqib yurgan odam shunday molni ko'rganda o'zi aytaveradi. Aytaveradi. Ha, molni shuni ko'rganda, ha, qirg'iz aka mesni ekan, ya mana vahanniki ekan, balandaqa ekan deb aytaveradi o'zi. Allohga xolasa mana birovi to'qol mana birov. Birinchisi, ha? Birinchisi to'qol. Qolganlari hammani shoxi bor mamlakatda. O'zimdek ekanlar o'ylanishlariga, boshqa yerlarga qarasangiz, oyoq qo'li hammasi xudo xolasa behijolat. Behijolat. Ko'ring, 8 tasi durday, marjonday terilib turibdi. Ichida mana yoqmayapti deydigani yo'q. Ichida mana yoqmayapti deydigani yo'q. Oborasiz sulusni bosib tashlayveradi. Mana molda yelkasini ko'ringlar mana. Yelkasi oldiga o'tib, gardanini ham ko'rsataman, lekin hammasini bo'yni ham ingichka buzolmasda mana. Yon atrofdan ham ko'rsalang. Mana bitta mana. Varaqlab qo'ydik. Mana. Ikkinchisi ham o'ta bo'lak mol ekan. Toza shivit. Uchinchisini ko'ringlar. To'rtinchisi. Mana. Beshinchisi ana. Oltinchisi. 7. Yetti mana shu yetti sak chirog'i bor, lekin sifatga udor etgan u ham. Aka, eng bo'yi. Aha. Bularda bo'yi 1 metrda. Hop, eng pasti 1 metr. Eng past 1 metrdan eng boshi 1.13 bo'yi. 1.13. Hop, demak 1.10 pilos ekan. Eng birinchisini bo'yi 1.10 pilos mana. Hammasini oyog'ini qarang, to'sinliq bo'yapti, hammani oyog'i. Endi oyoq qo'llarni ko'rsataylik. Tuyoqlarni Tuyoqlarni ham e'tibor bering akalar mana. Oldilardan ham, oldi kallalardan ham bunday ko'rsatib qo'ying. Hop, akalar mana bitta to'qoli bor ekan buni ichida. To'qol, lekin qolgani ko'ryapsizlar, hammasi shoxi ham 3 sm oladi. Juda borsa mana. Shoxdor yo'qsa, qanqil buzoq emas, oq tumshuq. Bir ikkita ektak yo'q ekan haligisi, oq tumshuq. Qolgan hammasi oq tumshuq ekan mana. Molni kalla boshini shunday ko'rgan odam molni o'zi ajratib olaveradi. Lekin molni bunday ko'rib turib, voha mol bu, bunaqa de. Voha mol degan odam, kommentariy yozadigan odam tepasiga kelib ko'rib olsin molni. Bo'ldi. Voha bo'lsa bekerga beraman shu molni. Eshitdilar-a? Vohaniki bo'lsa bekor. Sizlarga gapga javob beraman. Oldi oyoqlarini ham ko'ringlar. Tekis, stakan tuyoq, zo'r holatda. Aka, molda boshidan didiga, hammani didiga tushadi bu mol. Endi narxini kutayotganlar bor. Buni bir joyga xudo xolasa, bir joyga sotamiz. Niyat, xudo xolasa. Niyat. Bir joyga 16 milliondan, o'birgina ham 16 milliondan qo'yganman, sotganman, o'tib beraman. Bularga bundan 16 milliondan sunnatiga o'tib beraman. 8-10 ongacha Samarqandgacha ketaveradi. Olib borib beriladi, muammosi yo'q bunisi. Samarqandgacha dastlabki besplatni. Demak, akalar, Samarqandlik akalar telefon qilaverasizlar. Hop, yo'l kirasi ichida boradi. Siz hech qanday yo'l kira ajratmaysiz. Shu mollarda baraka bordan keyin o'shani ichida bo'ladi. Demak, 8 tasi mana ikkita kattarog'i bor, to'g'risi. Ikkita mana ikkita kattasi bor. Mana ikkovini olaman deganga 17 million so'mdan ikkovi. 17 dan savdosi bo'ladi. 34 ha? 34 million so'mga yengil. Sunnatiga o'taman, hamma dunyo o'tmayman, to'g'risi gap. 17,5-18 kilo bozorda narxga sotyapmiz, to'g'risi gap. 17 milliondan sunnatiga o'tib beraman mana. Bo'ldi. Bag'i ham 16 milliondan yo'li bor.
16 milliondan. Yo'li bor. Hop, demak 16 ni pastda ish bitgan aka. Bir joyga olsa aslida sunnatiga o'tib beraman deyapman-ku. Xudo xolasa yaxshi niyat. O'sha kuni menga telefon qilib, "Voy, tugab qoldimi?" deya obunachilar, xudo xolasa telefon qilsa, ishni bitiramiz, xudo xolasa. Ish bitadi. Ha, xudo xolasa yetkazamiz. Qo'ldan kelganicha harakat qilamiz. Akalar, yana so'ramagan ma'lumotlarni ekran ostiga nomerlarni joylab qo'yamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nima haqida so'rasizlar, masalan, yeb ichishi baribir Va yeb ichishi agar bor-ku, xudo xolasa sulus pahol kepak soladi. Sinov bor, baribir. Chiqarsa meniki. bo'ldi. Akalar, Akalar, chiqarsa meniki. sinovga necha kun berasiz? Sinov yana shu bugun payshanbadan payshanbagacha. Ko'ryapsizlar? To'g'risini aytganda 5 kunga tushib qoldi-da, 4 kun, 3 kun deyishyapti. Payshanbagacha nimaga desangiz, shalakka salloh xudo xolasa bosildi mana, to'g'rimi? Bosildi. Bosildi xudo xolasa, ko'ngil to'q qiladi. Qirg'iz buzoda hali ayib chiqqan emas. Qirg'iz buzoda ayib chiqmaydi. Demak, eshitganlaringiz bir hafta sinov muddati bor, payshanbagacha mana. Qollarni qaysi bir ma'qul kelsa, Albatta chiqsa, ishni bitiramiz. 10 joy o'zidan chiqayapman desa, ish tars bitadi. Xudo xolasa, ishni bitirib beraman. U haligi yo'q bizda. baland, past, unday bunday degan gap yo'q. Xudo xolasa, telefon qilsalaring bo'ldi, ish bitadi. Ko'ngilda olish maqsad bo'lsa, mana yoqmaydigan odamga ham yoqatda bular. Demak, ma'lumotlarni berib o'tdik aka. Nima deymiz endi? Telefon qilsa sotamiz. Maqsad sotish. Ishni aylantirish kerak, yengil ishni qilish kerak. Xudo xolasa, sandalga oyoq tiqib, molni zo'richisi olaman degan obunachilar telefon qilsa bo'ldi, ish bitadi. Bo'ldi akalar. Gapi bo'ldi. Akalar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga, umriga Alloh baraka bersin. Oxirigacha kuzatganlar bittadan like bosib o'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Manzilda eslatib o'tdik. Bugungi sanamiz 22 yanvar, haftaning payshanba kuni 2026-yil.